Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizni bugun Jizzax viloyati Do'stlik tumanida joylashgan Eshniyoz bobo fermer xo'jaligidamiz. Mana Mirza Mahmud akam fermer xo'jaligi rahbari. Bular bizdan bu yil mavsum davomida o'rgimchakni juda avj rivojlanganda Akramax preparatimizni olib, g'o'zani Xitoy, ya'ni 57-navga o'sha juda kuchli zararlarni o'rgimchakkani bilan shunda ishlatganlar. Hozir mana defoliatsiya qilganlar. Bugun 4-kuni ko'rishingiz mumkin hosil qanaqa bo'lganini. Mirza Mahmudga dori qanday ishladi aka? Effekti zo'r bo'ldi. Yaxshi. Tanab kelgan dori effekti zo'r bo'ldi. Endi to'g'risini aytish kerak. Dehqon to'g'ri gapni aytadi. U birovga to'g'ri gapingiz. Birovga podxod qilib yo bir haligi yashiradigan narsa emas. Chemical Solution jamoasi bugun aka bilan o'sha dalalarni aylanib, haqiqiy vaziyat bilan tanishamiz. Alloh nasib qilsa, ana shu maydondan 70 sentnerga yaqin hosil olish kutilyapti. Shunday. Hozir olyapmiz ham 82 jon. 82-90 endi borib ko'ramiz uni. Undan 65 sentnergacha hosil olayotgan ekan. 65 olyapmiz ham. Gektaridan.